Hamma sohani o'ziga yarasha qiyinchilik joyi ham bo'ladi. Endi ishlari bilan shirin bo'lsa kerak. Ozgina mehnat, kuch talab qiladi, aql ishlatiladi. Meni bilganim endi baribir o'zingizdagi qobiliyatni hammasini shu sohaga berganingizda siz o'ylagan natijalar kelib chiqadi. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarda YouTube kanalimda yana bir ko'rib turganimdan xursandman. Bugun oddiy emas, haqiqiy mebel ustasini hayoti bilan tanishamiz. Bu yerda foyda, zarar, muammolar, yechimlar hammasi haqida batafsil, ochiq-oydin muloqot bo'ladi. Mana Kamolxon hoji akamizni ham sexiga kirdik. Xo'p, Kamolxon aka, mana endi suhbat o'zi bilan borsak, mebelchilik sohasida necha yildan beri ishlayapsiz? Bu sohani necha yildan beri desangiz, biz o'z yoshligimizdan bu sohadamiz. Dadam rahmatli ham o'zi duradigan usta bo'lgan. Endi ishimiz hozircha avval tashqarida bo'lsa, hozir uy jihozlariga o'zgartirib olganmiz. Zamonaviy mebellarga harakat qilib qo'ldan kelgancha. 98-yillarda divan kreslolar qilardik. Undan keyin shkaf, trimo bo'lib, sekin-sekin spalni, miyaki mebellar bo'lib, qo'ldan kelgancha xalq xizmatidamiz. Demak, sizlarga hunarmandlik ota kasb ekanda? Ha, shunaqa. Oldindan bo'lib kelgan. Demak, biz usta tanlashda adashmayapmiz. Balki. Mebelchilikda shu birinchi qilgan ishingiz, birinchi olgan zakazingiz esingizmi? Qanaqa bo'lgan? Birinchi olgan zakazimiz desa, ko'proq avvallari biz yosh edik. Akamlar bilan birga qilganimiz uchun zakazlarni akamlar olardi. Biz 4 o'g'ilmiz. Bizga birinchi zakazlarni muammosi ko'proq bilinmagan. Sababi ular ko'proq biz ishimizni yurishida ko'p hissa qo'shgan uchun bizga osonlik bo'lgan ko'p ishlarda. Hozirga kelib yaxshi, endi xalqimiz ham yaxshi, qo'ldan kelgancha bizni ishlarimizni taklif qilamiz. Yoqqanicha qilib beryapmiz, Xudoga shukr, yaxshi. Demak, sizlarda hamma aka-ukalaringiz hammasi mebel sohasida. Ha, shu sohadamiz hammamiz, shu mebelda xizmat ko'rsatamiz. Demak, hammalar ota kasb olgan ekansizlar-da. Biriga davomchi bo'lib kelyapsizlar ekan. Shunaqa. Hozir bizning farzandlar ham shu kasbni davom ettirishyapti, qo'ldan kelgancha. Qanaqa o'zi mebelchilik qiyin emasmi? Hamma sohani ham o'ziga yarasha qiyinchilik joyi ham bo'ladi. Endi ishlari bilan shirin bo'lsa kerak. To'g'ri aytasiz. Albatta hech bir ish osonlikcha bo'lmaydi. Ozgina mehnat, kuch talab qiladi, aql ishlatiladi. Meni bilganim endi baribir o'zingizdagi qobiliyatni hammasini shu sohaga berganingizda siz o'ylagan natijalar kelib chiqadi. Faxriddin, biz ishimizni bitkazish jarayonida materiallarimizni mana bu stanovda o'zimizga kerakli materiallarda, kerakli razmerlarda kesib, moslab bu joyga olib kirib yig'amiz. Ishimiz sifatli chiqishligi uchun mana shu stanovda olganmiz. Qanchaga tushgan bu stanov sizga? Bu stanov bizga 2,5 ming atrofida tushib qolgan, bizga yetib kelishi bilan. Necha yil bo'ldi olganingizga? Bir 6-7 yil bo'lib qoldi. O'zini pulini oqladimi? Olganga yarasha? Xudoga shukr, ancha oqladi. Hozir ham yaxshi xizmat ko'rsatyapti. Yaxshi tomoni olganimizdan beri bir usta xizmati juda kattaga tushgani yo'q. Aslida buzilib, netib, o'zimiz bir qo'l bolalar chiroyli ishlatgan uchun yaxshi ishlayapti, xizmat qilyapti. Demak, hunarmandlarga stanok o'zida bo'ladigan bo'lsa, sizga mebel narxi yana arzonroq tushadi, qo'shimcha xizmatlar bilan o'zi kelsa. Narxi ham arzon tushadi, ish jarayoni tezlashishiga ham sabab bo'ladi. Sabab bu o'zingizda bo'lmasa, bir joyga olib borib kesib, yana olib kelguncha o'rtadagi o'zi hamma ishlarda vaqt birinchi o'rinda turadi, bilasiz. Vaqt muammosidan qutulishga ham foydasi bo'lar ekan. Keyin o'zingiz kelsangiz mehr bilan, e'tibor bilan, ancha ishda ham sifati yaxshiroq bo'ladi. Shunaqa. Razmerlar ham chiroyli chiqadi. Razmerlar ham aytganingizdek, bizni mijozlarga Xudoga shukr, ishlarimizdan bu stanov sababli muammo keltirib chiqargani yo'q. Xo'p, mebelni bu yerda kesadigan bo'lsanglar, xo'p, yig'ish jarayoni, yig'adigan xonangiz qaysi? Agar bularni bu yerda kesganimizdan keyin bu tomonda kirib ko'rsak bo'ladi. Xo'p. Bu xonamiz bolalarni yig'ish, terish xonasi. Bu joyda ishlar
bitkaziladi. Mana ko'rsangiz, mana bu shkaflar, spalnilar, hamma narsa shu stanok orqali kesiladi. Ha. Bolalar shu joyda yig'ib, mana hozir ham yarim tayyor holatida ko'rib turibsiz. Bu joy yig'uv xonasi. Shu yerdan bitkazib, mijozlarni uylariga, joylariga olib borib o'rnatib berishadi bolalar. Xo'p, hozir ko'rib turibmiz. Bu tomonda mehki mebel, bu tomonda bo'lsa shkaflar laminatdan qilingan. Sizlar yo'nalishinglar qanaqa? Qanaqa mebellar yasaysizlar? Hozirgi kunda avvallari bir xilda mana shuni o'zidan sonini cheklanmagan miqdorda bitkazish tartibida ishlardik. Ha, zakaz bo'yicha. Zakaz bo'yicha. Endi hozirgi kunda bitta xonadonda ham yotoqxona mebeli kerak, ham kirovarish qismiga shkaflar kerak, ham mehki mebellar kerak bo'lgani uchun bu bizni qo'limizdan kelyapti. Xudoga shukr, shogirdlar ham yaxshi uddalashyapti. Shuning uchun ham mehki, ham garniturlar o'zimizda qo'limizdan chiqib turibdi hozirgi kunda. Demak, sizga zakaz keladigan bo'lsa, bitta uyga kirgandan keyin o'sha uyda ehtiyojdan kelib chiqqan holatda hamma mebelni bemalol qilib bera olasiz. Xudo xolasa shunaqa. Oshxona mebel deydimi, yotoqxona mebel deydimi, mehmonxonagami, shularni qo'limizdan kelgancha mijozlarga yoqadigan holatda qilib xizmat ko'rsatib kelyapmiz. Juda zo'r. Mehki mebelni bo'lmasa bir tanishtiring, bir ko'rsating bo'lmasam. Bu mehki mebelimiz, ko'rgan bo'lsangiz, ikkala tomoni noodatiy holatda, uslubda ishlangan. Bizni mijozimizni uyidan, holatidan kelib chiqqan holatda qilingan buni. Ham qo'shimcha mana bu spinka suyanish qismlari orqaga kengayadi, mexanizmli qilingan. Agar odam bemalol o'tirib suyanib bir televizor ko'radigan bo'lsa, bunda bemalol keng holatda o'ziga qulaylik. Zo'r. Ham keng xizmat ko'rsatadi, xudo xolasa. Material ham zo'r ekan-a? Ha, materiallari yaxshi, sifatli materiallardan qilingan. Ichilar. Buni yuvsa bo'ladimi buni? Yuvsa ham bo'ladi buni. Kir bo'lib ketsa. Ha, kir bo'lib ketsa, buni o'zini yuvuvchi moslamalari bor. Uni ichiga suv o'tib ketmagan holatda ko'pigi bilan yuvsa bo'ladigan yuvuvchi vositalar bor. Shu orqali yuvsa, yana o'zini holatiga kelib turaveradi. Zo'r. Demak, qulay ekanda bu. O'tirgan holatda bemalol yoki oyog'ini cho'zib bemalol o'tirsa ham bo'lar ekan. Ha, shunaqa. Dam olish uchun. Ha, mana bu tumbalarini ham ko'rgan bo'lsangiz, ham kengroq holatda qilindi. Bo'ylarini e'tibor qilsangiz, mana bu divanni sidinasi bilan tumbani bir xil qildik. O'tirganda oyog'ingiz pastga osilmasdan buni ustiga chiqarib o'tirishlik ham qulay bo'ladi. Shunaqa taklif bilan chiqqanligi uchun ham qo'shimcha mana buni ichidagi qanday bir ichiga prujina, machalkalar ishlangan bo'lsa, bunda ham shunaqa holatda ichida mujassam qilingan. Zo'r. Demak, bu mijozni xohishdan kelib chiqqan holat shunaqa yasaldi. Zakaz uchun. Ha, shunaqa. Ha, zakaz bo'lsa bemalol xohlagan holatda, xohlagan razmerda yasab bera olasiz bemalol. Ha, mijozga qanday holatda kerak bo'lsa, rangimi, razmerimi, fasonlarimi, ularni mijozlarni taklifiga binoan xohlagan turda qilib berish imkoniyatimiz bor, xudoga shukr. Buni materiallari qanaqa? Bu taglari? Buni taglari yog'och bo'ladi, noshkalari. Sasna yog'ochlarda yoki yong'oqda bo'ladi, chinorda. Buni ichlari endi paralonlari 28-32 pilot machalkalarda qilinyapti. Xizmatlari avvalgiga nisbatan hozirgilarda yaxshiroq, uzoqroq muddatga xizmat qiladigan bo'lyapti. Qilgan ishlaringizga garantiya ham berasizmi? Ha, garantiya ham beramiz. Hozirgi kunda mana shu mebellarimizga 5 yildan 10 yilgacha xizmat ko'rsatishiga kafolat beramiz. O'zi aslida kafolat berish masalasi o'zi aslini olganda qiyinroq. Sababi o'zimizga ham kafolat berish aslida oson emas u. Lekin buni foydalanishga kelganda sifatli mahsulotlar ishlatganligimiz uchun mijozlarga xizmat ko'rsatish muddati uzoqroq ketishligini aytib, qo'ldan kelgancha chiroyli sifatli qilib beryapmiz. O'zi yong'oqdan bo'lsa, chinordan bo'lsa, menimcha ancha baquvvat bo'lyapti-ku. Men bilishim bo'yicha ayrim ustalar shunaqa yumshoq mebel ishlatayotgan vaqtda, endi men mebel sohasida emasman, yaxshi tushunmayman.
lekin aytishlari bo'yicha orasiga terakdan qo'shib yuboradi, shunaqa deyishadi. Bunga qanaqa qaraysiz? Qanaqa bu sifati buziladimi haqiqatdan yo bo'lmaydimi? Endi ishlatishga kelganda hamma narsa hamyonga qaraladi sharoitga. Ko'p hollarda arzonroq variantda qilish uchun o'zimizni teraklardan ham zakaz qilsa, undan ham qilsa bo'ladi. Faqat materialni mo'ljaldan ko'ra ko'proq ishlatsa, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, narx masalasida narx bilan sifat hech qachon yonma-yon yurmaydi. Ha, albatta. Sifatli mahsulot xohlagan inson uchun narxi rol o'ynamaslik kerak. Chunki sifatli mahsulotlarda tan narxi biz o'ylagandan ko'ra balandroq hisobda chiqib qolishi mumkin. Shularga narx ko'tariladi. Shularni inobatga olgan holatda agar mijoz rozi bo'lsa, biz imkon qadar eng sifatli, eng oxirgi holatdagi yangi chiqqan zamonaviy yaxshi xizmat qiladigan materiallarni ishlatishga harakat qilamiz. Endi shunaqa holatlar bo'ladi. Mijozlar bilan bo'ladigan muammolarda asosan biz eshitishimiz bo'yicha shunaqa insonlar bor, arzon mebel bilan qimmat mebel bir-biri bilan solishtirishadi. Masalan, ayrimlarda shunaqa gaplar ham eshitganmiz. Nima qilasiz, u ham olma, bu ham olma. U ham mebel, bu ham mebel deyishadi. Shunga qanaqa qaraysiz? To'g'ri, endi tashqi ko'rinishidan har bir sohani o'z ichiga kirganingizda bu narsani bilib borasiz. Tashqi ko'rinishdan hammasi bir xil bo'lishi mumkin. Mana shu narsani ichiga misol arzonroq narsa ishlatadigan bo'lsak, xizmati, sifati sal yaxshimasroq bo'lib qoladi. Mijozga yoqmashi mumkin. Buni ichida bo'lmagan insonlar uchun siz aytayotgan fikrlar bo'lishi mumkin. Ikkalasi ham bir xil narsa-yu deydi. Lekin buni ishlatiladigan mahsulotlari qanchalik sifatli zo'r bo'lsa, shunga qarab xizmati ham uzoqroq muddatga menimcha xizmat qiladi. Demak, menimcha bizni kuzatuvchilarimiz orasida hozir shunaqa fikrda yurgan qandaydir mijozlarimiz bo'lsa, yetarlicha javob olish degan bittamiz. Shunaqa deb o'ylayman. Endi ular fikrlarini menimcha o'zgartirishadi. Chunki hozirgi biz gaplashayotgan suhbatimiz qaysidir mebelchilar uchun qanaqadir bir foyda bo'lishi mumkin yoki qaysidir bir mijozlarda noto'g'ri fikrda bo'lsa, shularni fikrlarini o'zgartirishi mumkin. Endi hammani o'ziga yarasha fikr mulohazasi bo'ladi. Bu bizni o'zimizni ishlab turgan holatimizdagi, o'zimizni kundalik ishimizni xulosamiz bu. Endi bundan boshqa bir taklif yoki bir adashgan joyimiz bo'lsa yoki bir takliflar bo'lsa, sizlar orqali aytsa, xatolarimiz bo'lsa, kamchiligimiz bo'lsa tuzatamiz. Biz ham doimiy izlanishda, qo'ldan kelgancha xalq xizmatidamiz. Xo'p, hurmatli do'stlar, mana usta akamiz mutaxassis bo'lib aytyapti. Demak, sizlarda qanaqadir mebel sohasida qanaqadir muammoga uchragan bo'lsanglar, qanaqadir kamchiliklar bo'lgan bo'lsa yoki qaysidir usta bilan muammo bo'lgan bo'lsa, kommentariy yozib ketsanglar, biz bemalol usta akamizdan so'rab, biz sizlarga javobini yozamiz. Xudo xohlasa, yoki bo'lmasa aloqaga chiqishimiz ham mumkin. Bemalol muammolarni hal qilib beramiz, xudo xohlasa. Xo'p, Kamoliddin aka, mana bu ishlardan tashqari yana qanaqa bir chiroyli qilgan ishlaringiz bor? Shulardan bir ko'rsata olasizmi? Hozir mana bu keyingi xonamizda tashqarida hozir olib chiqish payodi borlar. Faxriddin mana tomonda hamyonbop ishlarimiz. Hozirgi zamonaviy ko'pchilikning so'roviga asosan bitayotgan ishlar. Buni ko'proq qo'shni viloyatlarga, vohalarga ko'proq bu ishlarimiz so'rov bo'lib turibdi. Bularga qilyapmiz. Hozir yana qo'shimcha mana bu divan kreslomiz bor. Zamonaviy. Buni 380 gradus aylanadigan qilsa bo'ladi. Hozir endi aylanmaydigan holatda. Noodatiy uslubda bo'libdi, chiroyli bo'ldi. Noodatiy uslubda. Ham zamonaviy. Ko'rsangiz, jurnalning stollari ham noodatiy. To'g'ri. Mehmon kutgani zo'r ekan. Yana qo'shimcha mana kuxonniy uголовlarimiz bor. Ha. Ranglari, svetlari, fasonlari, yana xohlagan mijozlarning taklifiga binoan o'zgartirib, yoqadigan holatda o'tkazib berishadi. Xo'p, demak siz bu ishlardan tashqari yana qanaqa ishlar bilan shug'ullanasiz? Hali bir boshida gaplashganimizda zakaz bo'yicha biz hamma mebelni qila olamiz degandingiz. Kraskali ishlar bo'lib qolsa, o'yma naqshli ishlar bo'lib qolsa, qilib bera olasizmi? Kraskali ishlar o'zi odatda bizni davomli ishlarimizdan. Biz uni aytganimdek, bu miyaki ishlardan tashqari yumshoq mebellardan qo'shimcha kraskali ishlarimiz ham bo'lib keladi. Buni o'g'lim o'zi stanovda o'yib, hozir narigi tomonga o'tsak bo'ladi. Qani bo'lsa bir ko'rsatsangiz. Bizni o'yma ishlarimiz mana bu stanovda bo'ladi. Hozir bizni tilda hozirgi ko'pchilik buni rover deb qo'yadi. Buni o'g'lim o'zi o'yib,
bizga o'zi kerakli holatda o'yib chizib gorka bo'ladimi, kraskali ishlarimizni ko'proq o'ymasi shu stanovda bo'ladi. Ha, o'g'lingiz o'zi bemalol o'yib, chizib, bemalol tayyorlab beraveradi. Ha, shunaqa. O'g'lingiz ham siz ishlaringizni davom ettirib ketyapti ekanda. Ota kasb. Shu bizdan keyin farzandlar bu ishni davom ettiruvchi bo'lyapti. Xudoga shukr. Ilohim xayrli qilsin. Xo'p, aka, endi menda bir necha savollar bor. Bu mijozlardan, tomoshabinlardan kelayotgan savollar, shularni sizga bersam. Xo'p, mebelda haqiqatdan pul bormi? Ha, mebelda haqiqatda pul bor, rizq bor, baraka bor. Xo'p, eng qiyin zakazingiz qaysi bo'lgan? Eng qiyin zakazimiz ancha yil bo'ldi, bir kukunlik bo'lgan. Qiyinchilik bo'ladigan holatlar nimada bo'ladi? Mijozlarni qandaydir xarakterimi deysizmi yoki bir bizni nimadaligi, injirligi bo'ladi-yu. Masalan, kimdir ko'ngli keng bo'ladi, bag'ri keng insonlar bo'ladi. Kimdir ishlariga injirlik bilan bir qaraydigan insonlarni ishlari ishonchsiz 3 kunda bitadigan ish bo'lsa, 5 kun 6 kunga cho'zilib ketadi. Bilmaysiz nima sabab bo'ladi. Bitayotgan ishlar endi bilsangiz mana ancha-muncha aynaylik boshqa ishlar qo'ldan tushib ketadimi? Shogirdlar bir o'zi bilmagan holatda xato qilib qo'yadi. Asosiy muammo vaqtda bo'lib qoladi. Ha, to'g'ri. Shu mijozlarni injirligi ham ishga ta'sir qiladi. Kimga qanaqa bilmadim-u, bizda ko'proq shu ham bir sabab bo'lib qolishi mumkin. Demak, mijoz injiq bo'ladigan bo'lsa, ishi ham shunga qarab uzoqroq bitadi. Uzoqroq bitgan holatlari ko'p bo'lgan. Birorta bir zakazdan afsuslangan vaqtingiz bo'lganmi? Yo'q, afsuslanmaganmiz. Sababi ba'zi bir ishda oson, ba'zi birida qiyinroq. Shu narsalar o'zi ishni gashti desa ham bo'laveradi. O'ziga yarasha qiyinchiligi bilan shirin bo'ladi. Hech shu kasbni tashlab ketgizga kelgan vaqt bo'lganmi? Yo'q. Bu kasb tashlab ketishni hayolimga keltirmaganman. Xo'p, birorta bir zakaz berilgan mijoz shu zakazini tashlab ketgan vaqtlari bo'lganmi? Ha, zakazlarda atkaz bo'ladi ko'pincha. Bir ishda buyurtma zakaz qiladi. Keyin ba'zi bir holatlarda moliyaviy tomondan hisobi to'g'ri kelmay qoladi, to'xtab turing deydi yoki fikri o'zgarib qoladi. Yoki bizda zakaz qilib, bitkazib bir narsani yetib borguncha ularda vaqt muammo bo'lib qolsa, tayyorini olib ishlatgan holatlari ko'p bo'lib turadi. Tushunarli. Xo'p, zakaz ko'pligidan yoki bo'lmasam shu mijozni injiqligi tufayli deymizmi? Yoki qanaqadir muammo tufaylimi? Kech paytlar tunda ishlab qolgan vaqtlaringiz ham bo'lganmi? Ha, bo'ladi. Kechasi bilan ishlashimizga ko'p sabablari vaqt muammo bo'ladi. Biz aytilgan kun vaqti yaqinlashgan sari mas'uliyati ortadi. Ishlash vaqtimiz doimgi odatdan ko'ra kechroqgacha ishlashimizga to'g'ri kelib qoladi. Aka, oxirgi savolim. Siz yoshligingizdagi 20 yosh o'zingizga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Kim qaysi sohani, qaysi bir hunar, kasbni egasi bo'lsa yoki egasi bo'lishlikda shogird bo'lib bunga bel bog'lab kirishgan bo'lsa, maslahat berardim. Mehnat qilish kerak. Qattiq borini bersa, albatta unga Xudo madadkor bo'ladi, baraka topadi. Aka, bizga bergan javoblaringiz uchun rahmat va bizga qimmatli vaqtingizni ayamasdan bizga o'zingiz tajribangiz bilan, hayotda tajribalaringiz bilan o'rgatganingiz uchun sizga rahmat aytamiz. Sizlarga ham rahmat. Xonadonimizga kelib, ishlarimizni qo'limizdan kelgancha ko'rsatdik. Xalqqa ko'rsatishga sizlar sababchi bo'lyapsizlar. Rahmat sizlarga ham. Xo'p aka, bizning maqsadimiz mijozlar bilan bo'layotgan muloqotlarni yoki mebelchilar bilan bo'ladigan qandaydir muammolarni to'g'ridan-to'g'ri yetkazish va mebelchilikni rivojlantirish. Do'stlar, agar sizlarga qanaqadir savollar yoki muammolar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni qanaqadir sizlarga shu mebelchilik bilan qiziqtirgan savollar bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib qoldiringlar. Biz keyingi videolarda shu keyingi ustalardan yoki sex egalaridan so'rab sizlarga javob olib berishga harakat qilamiz. Do'stlar, agar sizlarga bugungi intervyumiz agar yoqqan bo'lsa, like va podpiska bosishni unutmang, chunki sizlarni qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun muhim.